Qaranglar, menga nima keldi. Hozir birgalikda sizlar bilan ochib ko'ramiz. Mana ochdim. Wow! Xo'sh, menga 2 korobka kollagen keldi, o'rtoqlar mana. Mana bu kollagendan zakaz qildim. Sababi nima? Sinab ko'rish uchun kollagenni 1 oy davomida iste'mol qilganim yo'q. Chunki ko'pchilik aytadi kollagenni organizmni tekshirtirib ichish kerak yoki kollagen har doim ichsa zarar bo'ladi deb. Lekin Koreyada unaqa emas, o'rtoqlar. Men 1 oy o'zim sinab ko'rish uchun ichmadim. Nimalar menda sodir bo'ldi 1 oy davomida. Birinchi o'rinda boshimga har xil bir nimalar chiqishi boshladi. Ikkinchi o'rinda sochim judayam ko'p to'kilishi boshladi. Uchinchi o'rinda yuzimni yaltirashi va albatta judayam quruq, yanada quruqlashib ketishi kuchayib ketdi. Xullas, kollagen 1 oy davomida ichmadim, o'zimga judayam katta zarar qildim. Bildimki, Koreyada qaysi davlatda bo'lsa ham, ayol kishi ham, erkak kishi ham kollagenni doimiy ravishda ichib yurishi kerak ekan. Hatto organizmimni tekshirtirganimda ham kollagen tushib ketganligi chiqib keldi. 1 oy chunki ichmaganman, chunki sochim to'kilgani uchun polniy organizmni tekshirtirishga bordim. Biror joyda qon kam bo'lsa ham soch to'kilishi bo'lar ekan. Men soch to'kilishidan juda ham qo'rqaman. Shu kunlarda sochim juda ham tez to'kilyapti. Uning sababi albatta bu kollagenni ichmaganligim, azizlarim. Endi kollagen ichaman. Mana bu yangi kollagendan zakaz qildim. Ichib xudo xolasa sizlarga natijasini albatta kollagenimizni ochib ko'ramiz. Qanaqa chiqardi? Bu kollagenni birinchi marta ichishim. Wow, mana shunaqa. Har qaysi 10 tadan bormi? 10 tadan. Bitta korobkada 10 tadan. Bu 2 oylik. Bitta korobkasi 2 oylik, yana bitta korobkasi 2 oylik. Buni turmush o'rtog'im bilan ikkalamiz birgalikda ichamiz. Siz ham kollagenni postoyanno ichib yuring.